Bizda doğrusu bolani o'zi istagan qobiliyati bo'yicha yurashni istaydi-da, o'zi istagan qobiliyati bo'yicha. Bolada boshqa qobiliyat bo'lishi ham mumkin. Men qobiliyatni bilan tushuntiraman-da bolalarga. Masalan, bitta xaruz deyman. Shu xaruzni dang bo'lingan deyman. Har qaysi bir qobiliyat shuni deyman. Hammaga bir xil berilgan shu deyman. Kimdir suxandon, kimdir o'qituvchi, kimdir rejissyor, kimdir boshqa kasb egasi. U qobiliyat bo'ladi. Bo'lmaslikning iloji yo'q. Unda Allohning adolati yo'qolib ketganning narsada u. Sizga berib turib menga bermasa, bo'lmaydi-da u. Berilgan u hammaga. Faqat o'shani ota-ona go'madi shuni. Go'madi shuni. Yo'q dedi, kerak yo'q dedi. Yaqinda bo'ldi, hali o'sha Daho degan kursimda bolan aqliy qobiliyatlarni aniqlashda u Daho degan kurs. Ota-ona yana aytib turibdi. Bilaman, zo'r narsa kerakligini bilaman deb turibdi. Ko'rib chiqdim deb turibdi. Bolam ham yoqdi deb turibdi. Bolalar intilib keladi, uni. Bolam ham yoqdi. Pulindan muammosi yo'q ustoz. Lekin men uyim bo'lashadi deb turibdi. Hali men devorlar chizish haqida gap ketib turgani yo'q, uni. Uyim bo'lashadi deb turibdi. Nechun bizdan chiqavermaydi bilasizmi? Ilmiy kashfiyotdagilar, buning narsalar. Chunki bizning devorlarimiz taptozada. Ya'ni deyapman, bola masalan ozodalikka hech kim qarshi emas. O'sha videoda ham aytganman. Ozodalikka hech kim qarshi emas. Ozoda bo'lishni o'rgatish kerak. Lekin bo'ladi, bola devor yeyishi mumkin. Bo'ladi buni chizishi mumkin. Bo'ladi buning narsa. Shart emas uni sharqat qo'lini uraverish. U odam u hali endi jamiyatni o'rganadi. U endi hali dunyoga keldi-da u. U bir ozgina o'rgansin, bir ozgina bir atrof muhitni o'rgansin. Keyin aytiladi-da, devorlar nomini chizgan bo'ladigan bo'lsa, qarab ko'ring, nomini chizib turibdi ekan u devorlar. Oho, nomini chizib turibdi u devorlar. Hozir psixologlar rasm chizdiradi. Yaqinda bir bola rasm chizdi. Oilasini chizgan, o'zini kichkinagina qilib chizgan-da, hamma katta. Endi o'zini juda kichkina. Endi mutaxassislar bilan chalasini aytib o'tayim. Mutaxassislar aytib turibdi, o'zini o'rnini belgilab turibdi. Masalan, dadasini belgiladi, onasini belgiladi. O'zini o'rni juda kichkina u uyda. Belgilab turibdi. Ko'ringsiz devorlarni ochib turganini. Mashina chizib turibdimi, gul chizib turibdimi, raketa chizib turibdimi? Bilmaymiz u boladan kim chiqishini ertaga. O qachongacha o'rnatib, endi uning dekoratsiyalarini Yevropalardan o'rganib bilamiz. Zo'r karlar ular. Dizaynerni yomon karmi? Arxitektori yomon karmi? Qurilish sohasi bugungi aldilab ketgan sohalardan birisi. Shart emas u hammani bir soha bo'yicha yo'naltiraverish. Hamma doktor bo'lishi, hamma yurist bo'lishi shart emas. Demak, hozir bizni shu mehmonimiz kelgan vaqtida devorimiz chizilgan, xushro'y uyda yashab turganimizni ko'rsatishimiz uchun bolamizni qobiliyatini qisib turibmiz ekanda. Nechun vaqt yo'q deb turibsiz ijtimoiy hayotda? Odamlarning oddiy denish uchun bolaga vaqt ajratmay turibmiz biz o'zi. Mashina olishimiz kerak bo'lib turibdi, joy olishimiz kerak bo'lib turibdi, odamlardan orqada qolib qoldi. Buni qilishimiz kerak. Uni shu odamlardan o'tdi deb biz bolani unutib qo'ydik o'zi aslında o'zi.